Bir taslaylık buni qanday boradi? Chuqurligi necha metr ha? Chuqurligini bir o'lchaydi. O'lchaylik ha. Mana ketdi. Bobom Murod aka eksperiment qilyapti. Demaxotga tosh tashab, necha metrligini aniqlayapti. Tushdimi? Yo'q, tushmadi ha. Lekin toshning ovozi negadir chiqmayapti. Orada uxlamoqchi bo'ldi, lekin toshdan xabar yo'q. Tosh hali yo'lda bo'lsa kerak-da deb o'ylayapti. Qarang, Bobom Murod aka tushdimi? Endi Bobom Murod aka bizga chuqurligini aytib beradi. Tam 1203 metr ekan. Shunchaga bo'ldi. Endi borib uxlab turib, endi bordi-da bir barobar.